Assalomu alaykum qizlar. Demak, bugun sizga Instagram sahifasidagi aktualniy joyimizga mana shunday chiroyli qilib akkuratna obloshka qo'yishni o'rganamiz. Buni SMMchilar sizga pulga o'rgatadi. Men esa sizga tekinga bermoqchiman. Demak, aktualniyga mana shunday videolarni joylab bo'lgansiz, to'g'rimi? Endi uni shapkasini qanday qilib shunaqa bir xil ko'rinishga keltiramiz? Eng avvalo, o'sha qo'ygan aktualniyimiz ustiga bosamiz va o'ng tomonda pastda burchakda 3 ta nuqta turadi. Еще degan. O'sha 3 ta nuqtani ustiga bosganimizda bizda redakировать актуальный degani kerak. Shuni ustiga bosamiz va shunday oyna paydo bo'ladi hamda изменить обложку deganiga bosamiz. O'rtada turibdi. Изменить обложку bosdik va pastki tomonga qaraganimizda bizda chap tomonda burchakda galereyaga kirish belgisi turadi. Galereyaga kiramiz, o'zimiz istalgan qo'ymoqchi bo'lgan rasmni belgilaymiz va burchakdagi o'ng tomondagi yuqorida gotovani bosamiz. Yana готова va yana готовani bosamiz va qarabsizki, bizning aktualniyimiz mana shunday ko'rinishga keladi. Mana, hozir qo'yganim.